Chevrolet Labo 2026 modeli yangi avlod eng amaliy va funksional transport vositasi bo'lib, kundalik hayotda ham ish safarlarida juda qulay tanlov sifatida ajralib turadi. Bu model kichik transport toifasiga kiradi va uning kompakt o'lchamlari shaharda tor ko'chalarda ham oson harakatlanishni ta'minlaydi. Tashqi ko'rinishi sodda lekin jozibali uslubda ishlangan bo'lib, old faralar va panjara zamonaviy dizayn chizgilari bilan bezatilgan. Bu esa avtomobilni nafaqat amaliy, balki ko'rkam holatda ham taqdim etadi. Bunday transport kichik biznes egalari va shaxsiy foydalanish uchun juda mos bo'lib, har kuni yuk tashish, mahsulot yetkazib berish yoki kundalik xaridlar uchun juda qulay. Ichki makon funksional jihatdan yaxshi tashkil etilgan bo'lib, haydovchi uchun qulay boshqaruv paneli oson tushunarli joylashtirilgan. O'rindiqlar mustahkam va uzoq safarlar davomida ham qulaylikni saqlaydi. Salonda yetarlicha joy mavjud bo'lib, haydovchi bilan birga yo'lovchi uchun qulay sharoit yaratilgan. Multimedia tizimi sensorli ekran orqali boshqariladi va unda Bluetooth va USB-portlar yordamida qo'shimcha qurilmalarni ulash imkoniyati mavjud. Bu haydovchiga oz sevimli audio ilovalari va telefonda mavjud narsalarni ishlatish imkonini beradi. Havoni konditsioner tizimi esa har qanday ob-havo sharoitida salon ichidagi qulaylikni ta'minlaydi. 2026 Chevrolet Labo dvigateli kichik lekin samarali ishlashga mo'ljallangan bo'lib, u past yoqilgi sarfi bilan ajralib turadi. Bu uning kundalik xarajatlarini sezilarli darajada kamaytiradi va iqtisodiy foydalanish uchun juda qulay qiladi. Avtomatik uzatma qutisi shahar tirbandliklarida qulay boshqaruvni ta'minlaydi va tezlikni silliq o'zgartirish imkonini beradi. Yo'l notekisliklarni yengib ochishda suspenziya tizimi yo'l shovqini va vibratsiyani kamaytiradi. Bu esa yo'lovchilarga safar davomida qulay va osoyishta muhit yaratadi. Xavfsizlikka kelsak, Chevrolet Labo ABS tizimi tormoz yordamchisi bilan jihozlangan bo'lib, bu old va yon havo yostiqlari haydovchi va yo'lovchini zarba vaqtida himoya qiladi. Orqa parkovka datchiklari va kamera to'xtash jarayonini osonlashtiradi hamda tor joylarda qulay boshqaruv imkonini beradi. Shovqinni izolyatsiya qilish darajasi ham yuqori bo'lib, bu salon ichida jimlikni ta'minlaydi va yo'l harakati davomida diqqatni jamlashga yordam beradi. Videoni tomosha qilayotganda Chevy Labo 2026 ning barcha asosiy imkoniyatlarini diqqat bilan ko'rib chiqing va o'zingiz uchun to'g'ri qaror qabul qiling. Videoni yoqtirsangiz Tarmax kanaliga obuna bo'lishni unutmang, chunki bu yerda siz avtomobil sharhlari faylasufi va eng so'nggi yangiliklarni birinchi bo'lib ko'rishingiz mumkin. Izohlarda o'z fikrlaringizni qoldiring va qaysi model haqida keyingi videoni ko'rmoqchi ekanligingizni ayting. Sizning mulohazalaringiz biz uchun juda muhim. Rahmat sizlarga va omad tilaymiz. Labo sizning hayotingizni osonlashtiradi va har kuni yo'lda ishonchli hamroh bo'ladi. Kanalimizda qoling va yangi videolarni kuzatib boring.